Ular hurmatli tuğanlar, hacakamiz, Allah'ın öyle köprüye kişiye çok rahmat. Şu eldiga Orozada ve elga yordam berip, suvni işte skvajinlar yordam berip, elga suvni berip, çok rahmat. O'shandaylar şu çoğlarga bizga kishilar qo'ldan kelgancha yaxshilik qilganlar shunda Allohning atdan rozilik so'raymiz. Ular ham tinch bo'lsin, ne bilasiz menen. Xatolara qator bir yildan keyin shu kunga nasib qilsin, sizlar yaxshilik kunlarda yuraveringlar. Mana meva chevardan pishdi mana. Xudoga shukr, meva chevarlar pishdi. Eng oldin bizda pishadi bu maysni o'rniga. Hacakam söylep versen bana. Bismillahirrahmanirrahim. Birinchi buna bardığız bandamiz. Yaratgan Alloh taologa cheksiz maqtovlar bo'lsin. Allohning elchisi, payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamlarga san salavatlar alqishlar bo'lsin payg'ambarimizga. Mana bu yil hijriy yil bo'yicha 1441-hijriy yil. O'zimizning hozirgi jalpi tilga aytganda 2020-yilda yaxshi yillardan bo'lsin, omadli yillardan bo'lsin. O'shanday hozir mana pishqirga yetib keldik. Biz usul masalada biraz qisqacha aytib ketdik. Mana o'rigimiz pishdi, hozir mana gilasimiz pishdi. Mana jazga yetib keldik. Xudoga shukr, yil mana bu jaz bardığızga molchilik, to'qchilik olib kelsin. Jazda Alloh taolo nima bergan bo'lsa, bandalarga o'shalar qatorida barliq mamlakatimizga, yurtimizga bersin. Mana pishqirlik bilan ko'p ofatlarimiz kelayotgan mana osmondan, yerdan, o'tdan, suvdan kelayotgan o'rular, balolardan Alloh taolo oilamizni, yurtimizni, mamlakatimizni saqlasin. Barliq musulmon mamlakat, barliq mamlakatlarda saqlab, shular qatorida bizni Qirg'iz mamlakatimizda da saqlasin. Men o'zimizning Qirg'izistondan mamlakatda yashagan o'zimizning turg'unlarga bir qayrilib ketdim. Bir yilga yaxshi yilda Oroza kuni barlig'imiz yaxshi tilaylik. Yaratgan Alloh taolodan shu Orozani ulug' kunlarda bir yaxshi kelayotgan ofatlardan Alloh taolo saqlasin. Nima niyat, maqsad, niyatlar bo'lsa, shu maqsadlarni, niyatlarni Alloh taolo Orozaning nimasidan bersin. Bu yerda aytib ketadigan narsa bor. Biz mana o'rikka, gilasga, pishqirlikqa shu hozir ozmoz bo'lsa da bizning oilamizda, bizning rayonimizda hokim bo'lib turgan, mana spajinlarimizga yordam bergan bizning yetakchilarimiz bor. Mana birinchi Akram Kambaralievich bor, bizda ikki spajinaga yordam bergan. O'shandaylar mana Isaqov Janibek aka bor, spajinga yordam bergan. Mana hozir suvlar chiqib o'tadi. Xudo xolasa shu suvlar bilan mana gilasimiz pishdi, o'rigimiz pishdi. Shu pishqirlikqa yetib kelib, mana shu spajinga yordam bergan bandalarga bizning oilamizdan, bizning turg'unlar atidan mana Akram Kambaraliyevichga, Janibek Isaqov, Janibek aka akimizga, barliq shularga rahmat aytaman. Mana shu oilamizning turg'unlar atidan bularning nima maqsadi bo'lsa, shu Oroza kunlari Alloh taolo maqsadini bersin. Yubilyosi bilan tinchlik, omonchilikda bo'lsin. Bizim musulmon mamlakatimizda kelayotgan ofatlardan Alloh taolo o'zi saqlab, bu yilgi yili omadli yillardan bo'lsin, mol tushum bera turgan yaxshi yillardan bo'lsin. Deykanlarimizning deykanchiliklarga, chorvadorlarga mol hosil, baraka fayz bera turgan yaxshi yillardan bo'lsin. Mana Oroza tutgan Orozangizlar qabul bo'lsin. Kelayotgan Ramazon oyingizlar bilan qutlaqlayman. Nima maqsadingizlar bo'lsa, Alloh taolo maqsadingizlarni barlig'iga bersin. O'shunday bizning oila yurtimizga, bizning qishtog'imizga davom bersin. Bundan nari maşında elga yordam qila turgan hakimlarimiz, elga yordam qila turgan barliq prezidentlerimiz bo'lav, boshqa ministrlarimiz bo'lav, yordam bera turganlar ko'payaversin. Elimiz intimaq bo'laylik, mamlakatimiz tinch, omonlik bo'lsin. Kelayotgan ofatlardan Alloh taolo barlig'imizni mamlakatlarda saqlasin. Amin. Amin. Barliq shu aytgan tilagingiz o'rinda olsin. Alloh o'zi qutlu, barakali omadni o'zi bersin, barakasi bilan, fayzi bilan, imoni bilan, aqlisi bilan, kuchi quvvati bilan, rizqisi bilan bersin, umrli bo'lsin. Alloh akbar. Tamam bog'lab. Çoğunlarga rahmat.